Ana shu rivoyatlar, bu boradagi barcha hujjat dalillarni to'plagan ulamolarimiz, ruhi tarbiya mashoyihlari aytadilarki, bir kecha kunduz 24 soatdan iborat. Ana shu 24 soatdan 8 soatini uxlash mo'tadillikdir. Ya'ni bir kishini bir kecha kunduzdagi uxlashga ajratadigan vaqti 8 soat bo'lsa mo'tadil bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Undan oz bo'lsa o'zini toliqtiradi, undan ko'p bo'lsa dangasa tambal bo'ladi. Ana qolgan 16 soatni demak endi harakatga, kun tartibiga kiritaylik, 8 soatini kun tartibida uyquga ajrataylik dedilar. Xususan buni Imom Abu Hamid al-G'azzali rahmatullohi alayh o'zlarini Ihyo Ulumuddin kitobida alohida ta'kidlab aytganlar. Demoqchimizki, ibodat qilish kerak, lekin sunnatga muvofiq qilish kerak. Man o'tkazib yuboraman hammadan deb o'zi urinib, toliqib, sunnatga xilof ravishda qilganda savob ham bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim kechasi ibodat qilib mudrab qolsa yotib uxlasin. Bo'lmasa duo qilyapman deb o'zini so'kib qo'yishi ham bor. Uyqusirab. Ana shu holatlarni demak biz bu vazifalarni o'rganishga kirishdan oldin bilib olishimiz kerak. Demak, xulosa shuki, bu ma'noda katta kitoblar yozilgani ham bor, lekin mashoyihlarimiz ulardan saralab olib bizlarga bitta o'rtacha hol mo'min musulmonga og'ir ham kelmaydigani, yengil ham kelmaydiganini taqdim qilishgan. Undan ham har kim o'zini holiga qarab, e'tiboriga qarab oladi.